来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Sekila Asghar。今天我们要学习的是第10单元的语法。Bugün öğreneceğimiz 10. kısımdaki grammatikasi, yani en ahırki gramatika. Onda olsa, 把书翻到第10单元的语法一点通。Mush 10. dersindeki 语法一点通sığa assa. Qarab bakaylı. Bugün öğrendiğimiz noktamız kaç iken? 2要学2个，一个是可能补语，一个是把字句，一个是可能补语，一个是把字句。Onda olsa, birinchisiga qarab bakaylı. 可能补语。可能补语degan nima? İmkanlık to'liqlug'ichi. imkonliq to'liqlug'ichi. 那就是说 imkon deganni bilamiz ku, bir ishni qilishda imkon bormi yo imkoniyat yo'qmi? Bir ishni qila olamdik yoki qilolmamdik. Shu imkoniyatninki bor yoki yo'q ekanligini bildirmoqchi bo'lsak, fe'lninki keyniga mushu t shama yoki bo'lmasa bu shama deb qatimiz. Mushu t yoki bu ninki keyniga qatqinimiz mushu hamiz qo'shib va mushu nim bo'lib maqdu, mushu imkonliq to'liqlug'ichi bo'lib maqdu. Tushundingmi? Masalan, mendagi misol qarab bakaylik ya. 今天的作业不多. Bugungi topshiriq jiq emas. Jiq bo'lmagandan keyin yezib bo'la olamdim, yezib bo'la olmamdim. Yezib bo'la olayman. Demak, men ishni qilib bo'la olayman. Shundaqo, 那就是写的写qo'shimiz的qo'shimiz完 yezib bo'la olayman. 我写的完 debdi. 那么 ikkinchisiga qarasak, 今天的工作很多. Bugungi xizmat nihoyatda ko'p debdi. Xizmat bek jiq ko'p bo'lib ketgan vaqtida qilib bo'la olamdim, qilib bo'la olmamdim. Qilib bo'la olmayman. Qilib bo'la olmasam nima deyman? 我做不完. 我做不完. Ha, unda bo'lsa, men tushundingmi? Agarda bir ishni qila olsangiz, fe'lga t'ni qo'shib, masalan, shu shedavan deganga o'xshasha, fe'l qo'shilgan t anandan keyingi mushu eng oxirgi to'liqlamasi. Agarda qilib bo'la olmasangiz, she qilib bu degan xatni qassangiz bo'ladi. Anandan keyin yana shu to'liqlamasi van. Qilib bo'la olsangiz shedavan, shu yezib bo'la olsak shedavan, yezib bo'la olmasak she bu van. Ikkinchisiga qilib bo'la olmayman deb turib, 做不完. Qilib bo'la olsak 做得完 deymiz. Tushunatamdi? Yana birisiga astiga, uchinchisiga deb turib, 离飞机起飞还有2个小时. Aeroplanninki uchishiga yana qancha soat bor? 2 soat bor. 我们来得及 ulguralaymiz. 来得及 ulguralaymiz. Da ulguramaymiz bo'lsa shu at deganni buga o'zgartirsangiz bo'ldi. 来不及. Astidagisi qarab bakaylik. 飞机马上就要起飞了. Aeroplan qo'zg'almoqchi. Biz ulguramaydigan bo'ldik. 来不及了. 我们来不及了, 是不是? Mana yana bir o'qib o'taylik ya. 今天的作业不多, 我写得完. 我写得完. 今天的工作很多, 我做不完. 我做不完. 离飞机起飞还有2小时, 我们来得及. 来得及. 飞机马上就要起飞了, 我们来不及了. Ishqilib, bir ishni qilib bo'la olsangiz, 什么得了. Qilib bo'la olmasangiz, 什么不了. 了mi bo'lishi mumkin, danmi bo'lishi mumkin. Ishqilib, t degan ma双人 t'ni qo'shgan vaqtimizda bu ish putidi. Nima, 双人 t qitilmay buni ishlatgan vaqtimizda bu ish putmaydi. Nega o'sha t'ni qo'shsak imkoniyat bor, buni qo'shsak imkoniyat yo'q. Masalan,
这饭太多了，bu tamoq bek chiqgan. Bu tamoq bek chiqgan. Şunu bilan men dedim, hech qisi yo'q, qo'sqon bek chiqib ketdi, yeb bo'la olayman. Ninglaymiz? 没事，我太饿了，我太饿了，吃得完，吃得完，yeb bo'la olayman. 那么 tamoq bek chiqgan, yeb bo'lamayman desam, 饭太多了，我吃不完，我吃不完deyman. Masalan, biz bugun shundaq mingib kiraylik deb chiqdik. Hozir biz 2 kilometr mingib bo'ldik. Shuning bilan men sizdan so'rayman. Menga alamsiz yana deb so'rsam nima deyman? Ni 走得动，走得动吗 deb so'rayman. Ni hay 走得动吗 Menga alayman desam, 我走得动. Demak, yana kuchim bor. Hamidim, 我走得动. Menga olmayman, olim qolmadi demakchi bo'lsa, 我走不动了，我走不动了 desek bo'ladi. Men bugun bek charchab ketdim. Men bugun bek charchab ketdim. Baramayman. Masalan, o'tirashgan bo'lsa, chuxuya, baramayman desam, 我今天太累了，去不了，去不了，yoki 聚会，我去不了。那么men bugun bora olayman desam, 我去得了，去得了 desek bo'ladi. Ishqilib, bir ishni qilishda imkoniyat bo'lsa, shu o'rinda imkoniyat bo'lmasa bu degan xatni akasingiz bo'ladi. Ya'ni mushu 就是我们今天所学的可能补语. Ya'ni mushuning o'zi bo'lsa, bugun biz o'rgangan imkonliq pil. Pillar. İkincisi, 把字句. 把字句. 把字句 bilamiz go. 把 degan bu so'zningki ma'nosi ni. Ni. Ha, lekin Uyg'urchada nelik keladigan ish bo'lsa, unda bo'lsa ba'ni ishlatadiganman-da deb demaymiz. Ba'zi juni ishlatgan vaqtimizda avval miyada qanday debdi? 把字句常常用来强调说明动作对某事物如何处置及处置的结果。基本格式是主语加把加宾语加动词加其他成分。debdi. Murakkabmikan? Mundaq degan gap. Qisqartirib aytsak, ba'zi joy deganimiz bir shaxs yana bir shaxsga qarata ma'lum bir harakat ishlagan bo'lsa, mani A, mani B degan bo'lsak, A, B ni mana qilyapti desak, 就是 A 把 B 加动词。A 把 B keyingi qo'shilgan harakat. Bir nim qilyotdi-ku, shu harakatni aşağı qo'ysiz. Qanday qildi? Oxirisi qo'shsaq bo'ldi. Masalan, Fukam sutni ichivyapti. Kim o? Fukam. Nimani? Sutni. Nim qildi? Ichivyapti. Fukam didi. Ba. Ni degan boshda keldi va didi ba 牛奶喝完了. 喝 degan harakat ku, 完了 deganimiz ichib bo'ldi. Shu ilaqa to'liqlig'ichi, deyba. Didi ba 牛奶喝完了. Men topshiriqni ishlab bo'ldim desam, 我把作业做完了. 我把作业做完了 desek bo'ladi. Ha, onda bo'lsa miyada qanday vaqtida mushu ba'ni ishlatamiz. Hamma narsaga, masalan, men sizni yaxshi ko'raman desam, "Wo ba'ni shixvanla" desam bo'lamdi, bo'lmaydi. Ha, qaraylik-a. Qanday bilamiz? Fukam sutni ichivyapti. Ichish degan ma harakat. Buni bir jamiyaxin changliga dongsi desak bo'ladi. Kuchlik bir xil harakat desak bo'ldi. Bu kuchlik deganimiz kuchijiq degan gap emas. Shu siz ko'zingiz bilan da qarsingiz bilan ko'ra oladigan harakat. Junagu qanchangda chujishing. Ichish degan men bunda qilsam ham ichyapti deb bilasiz-ku.
Nama ben tavşırıqni yizib buldum degan yizish degan ma harakatni ko'ralamsiz, ko'ralaysiz, bilalaysiz. Mushundaq siz ko'ralaydigan harakat bo'lsa, nama birisi yana birisinin ustida harakat ishlagan vaqtida neni ishlasangiz bo'ladi. Masalan, ni yipib etding desam, yipish degan ma harakatni ko'ralamsiz, ko'ralaysiz. Ba men guan shang, ni ba men guan shang desak bo'ladi. Yoki bo'lmasa, masalan, tamoqni yeb bo'ling desam, yeyish degan harakatni ko'gil bo'ldi. O vaqtida ni ba fan shi wan desam mu bo'ladi. Sizni yaxshi ko'rish, hozir men birisini yaxshi ko'rib qoldim. Bildinglarmi kimki? Bilmadim. Men yaxshi ko'rdim. O yaxshi ko'rganimni bilyapsiz? Bilmaysiz. Chunki yaxshi ko'rish o mening ichimdagi harakat. O degan bir xil psixikada bo'ladigan harakat. Masalan, men sizni sevgindim deganga o'xshash. Sizni sevginligimni bildingizmi? Bilmadingiz. Qandaq? Chunki o mening mushu o'yanda, xiyolimda bor. Teshig'i chiqmadi, bilgili bo'lmaydi. O vaqtida men sizni sevgindimda garchi ne bo'lsa-mu, "Va ba ni shihvala" deb mundaq desak bo'lmaydi, ha? Qandaq? Ba'zi joyni ishlatgan vaqtingizda ne deb turib ba degan ma'xatni ishlatgan vaqtingizda keynidagi mushu harakatni bildiradigan fe'l tayinga yo xanchangda chuchishing. Mushtaq intan kuchlik bo'lgan bartaraf qilib o'tadigan mushundaq rolga, mushundaq xoslik bo'lish kerak. Tushundingmi? Bu birinchi nuqta. Endi ikkinchisiga qarsak ta shu 在汉语里，如果主要动词后有结果补语倒给成时，必须使用把词句。那么bu nima degan gap desak, oldida biz bir natija to'liqlig'ichi deb o'rgandik-ku. Natija to'liqlig'ichi. Shu natija to'liqlig'ichining keyiniga shama dao va van ya, hao ya deb mundaq so'zlarni qattiq-ku. Nama agarda mushu harakatninki keyiniga dao gei, yana birisiga chang degan ma uchi kelgan bo'lsa, nima bu vaqtida cho'qim mushu ba degan xatni ishlatishimiz kerak. Masalan, bu yerdagi matto nimani ko'rsatib berdi? O'rin. Bir narsani yana bir yerga olib ber degandagi o'rinni ko'rsatib berdi. Gey deganimiz berish. Bu bir narsani bir odamga berish degan ma'noda bildirdi. Nima chang deganimiz o'sha bo'lib ketganligini. Esa shu bir narsa ma'lum bir harakat orqali mundaq bo'lib ketdi. Tushuntamdi? Shu mundaq ahvol ostida cho'qim ne degan bu so'zni ishlatasiz. Bir narsani bir joydan yana bir joyga opirish. Bir narsani birisidan yana birisiga berish. Bir narsa ma'lum bir harakat tufaylidan boshqa yangi bo'lib ketish. Mushu vaqtida ba'zi joyni ishlatamiz. Masalan, mendagi misolga qarab baqsak, 请帮我把烤肉送到1号包厢。那包间给呢？你们忙yardım qilib kavobni birinchi nomerliq ayrimxonaga akirib bersangiz bo'pti-ekan debdi. Kavobni birinchi nomerliq ayrimxonaga akirib bering debdi. Men yerda ba shama song dao shama. İkincisi, 请把这支笔还给我。Bu qalamni manga qaytarib bering. Bu qalamni manga qaytarib bering debdi. Ba bi 还给我 debdi. Üçüncüsü, 我把书弄脏了. Men kitobni mehnat qilib etdim. Men kitobni 我把书 qanday qilib etdim? Zangla mehnat qilib etdim. Tushundingmi? Unda bo'lsa, 这是这个。那么 agarda unda qilmagan bo'lsa,就是 inkor qilmoqchi bo'lsak, masalan, unda qilmadi yoki qaytarib bermadi yoki kitobni mehnat qilmadim deb turib unda qilmagan bo'lsa, o vaqtida ba degan mushu xatninki oldiga fodingsi inkor so'z aytsak bo'ladi. Ya buni aytgandik
ya bo'lmasa mayni aytganlamdiq. Qarab baqaylik ya. 他还没把烤肉送到1号包厢. O dehi kavapni 1 nomerliq ayrimxonaga akirib bämidi. Bämidi ya. May nega akildi? Ba'ning oldiga akilishingiz kerak. İkincisi mi o'xshash? Mayni ba'ning oldiga akildi ha. 你还没把笔还给我. Siz tehi qalamni menga qaytirib bämidingiz. Altıncısı, 我不能再把书弄脏了. Men əmdi kitabni meynat qılıbəsəm bo'lmaydi. Bo'lmaydi degan nə gəpdi? Ba'ning oldiga. 我不能再把书弄脏了. Ha, bu bugungi ishki grammatika mazmuni. Tushundingmi? Unda xo'sam shu 5dan tortib birinchi ikkinchi har ikkalasining nimasi? Cümlelerini bir ikki qitimdan o'qib olsak, saboq tashlanmang. Agishib, ig'zingiz shu xansuchi so'zlashga ko'nsin, ha. Başladık. 今天的作业不多，我写得完。今天的作业不多，我写得完。今天的工作很多，我做不完。今天的工作很多，我做不完。离飞机起飞还有2小时，我们来得及。离飞机起飞还有2小时，我们来得及。飞机马上就要起飞了，我们来不及了。飞机马上就要起飞了，我们来不及了。好，俺们的把字句呢给，请帮我把烤肉送到1号包间。请帮我把烤肉送到1号包间。请把这支笔还给我。请把这支笔还给我。我把书弄脏了。我把书弄脏了。他还没把烤肉送到1号包间。他还没把烤肉送到1号包间。8. 你还没把笔还给我。你还没把笔还给我。好的，我不能再把书弄脏了。我不能再把书弄脏了。好，这是我们今天的这个语法。Bu bizniki bugungi o'rgangan grammatik qismimiz. Endi nimaga qaraymiz? Madaniyat eskartmasi. Bu yerda nima bir poyezdlarning kesir tuturamdi. Bu qandaq poyez? Qarab baqaylik. 党的18大以来，中国铁路，特别是高速铁路发展取得了巨大成就。Nima degan gap bu? Mushu partiyaninki 18-qurultaydan buyon Jungo temir yo'li bo'libmi yuqori suratli temir yo'li buningki nimasi mushu taraqqiyoti g'oyat zo'r natijalarga erishdi debdi. G'oyat zo'r natijalarga erishibdi. Andan masalan 我国已成为世界上高速铁路建设运营规模最大、技术最全面、管理经验最丰富的国家。那就是bizning davlatimiz hozir dunyo bo'yicha qancha ang bo'pti? 3 ang. Mushu yuqori suratli temir yo'lda运营规模最大、tijorat nimasi ko'lami, tijorat ko'lami ang zo'r, anandagi texnikasi ang mukammal hamda boshqarish tajribasi ang mo'l bo'lgan davlatgan. Nima degan faxrli kishi bu? Ondan nima debdi? Changjin ilgari mushu Yaponiyaninki yangi yo'l liniyasi bilan Yufago TGV Fransiyaninki mushu TGV degan mushtaq poyezdi
poyezdning eng yuqori bo'lgan sur'ati qancha ekan? Soatiga 320 kilometr ma'laydi ekan. Nayt yuqori desak bo'ldi-ku, a? 同为世界运营时速最快的高铁。那么 mushu shkilisi, ya'ni Yapondagi mushu yangi g'ol liniyasi bilan mushu Fransiyadagi TGV mushu poyezd har shkilisi shu vaqtida mushu dunyo bo'yicha yun shisu mushtaq minish sur'ati eng tez bo'lgan yuqori sur'atli tez poyezd ekan. Nima hozir bugungi kunda 随着复兴号动车 ya'ni nima mushu gullanish nomli Fuxinhao gullanish degan gap. Gullanish nomli mushu tez poyuz nada Beijing bilan Shanghai miyadagi mau Hu degan emas Shanghai andan keyin Beijing bilan Shanghai oraliqida soatiga 350 kilometrlik surat bilan qandaq qatnashib o'tibdi. Najoshu miyada aslidagisi bu dunyo bo'yicha birinchisi qanchati 320 ti. Nima bu gullanish nomli chiqqandan keyin bu suratni 350 kilometrga olib boribdi soatiga. Nima shuning bilan nima bo'libdi? 世界第一的王冠属于中国. Dunyo bo'yicha birinchi degan bu nom kimga? Jungoning qo'liga o'tdi degan gap. 这标志着中国为世界高速铁路商业运营树立了新的标杆. Nima degan gap bu? Nima bu? Ya'ni mushu Fuxinhao gullanish liniyaninki 350 soatiga mushtaq kilometr ma'laydiganligi bu nimaning belgisi ekan? Bu nimani belgilabdi desak, bu Jungoninki mushu dunyo yuqori surat poyuz dunyo yuqori surat poyezning savdo tijorat bilan yangi andisini tiklaganlik hisoblanadi debdi. Shuning bilan demak hozir bizniki mushu taraqqiyotimiz nihoyatda zo'r ham tez darajada bo'layotdi hamda qandaq deymiz? 现在这个我们国家的发展非常的迅速，我们现在变得越来越强大啊！ Biz hozir kundan kunga kuchlanib menyapmiz. 好，这是我们中国的高铁。burun bizniki Jungo mushu yuqori suratli poyezdlarimiz balkim texib 3-chi, 4-chi va 5-6-chi bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ya bo'lmasa oldiga yetolmagan bo'lishi mumkin. Bugungi kunga kelgan chaqda biz hozir dunyo bo'yicha birinchi degan mushu o'rinda turibdik. Bu nihoyatda mushu bir faxrlangidek bir ishkan. Ha, undaq bo'lsa savoqdoshlar, bizningki bugungi mazmunlarimiz mishada tugdi. Ya'ni bu grammatika darsi tugagandan keyin qandaq bizningki mushu butun kitobningki darsi tugdi. Endi bizning qildigan ishimiz takror. Bu takrorni qanday qilamiz? Birinchi mushu 2ga bo'lib takror qilsak, birinchi qismdan 5-qismgacha bir qatim, ondan 6-qismdan 10-qismgacha yana bir qatim qilib mushu takrorni qilsak, ondan hisobda mushu kitobni bir to'liq tugatgan bo'lamiz. Eng oxirida savoqdoshlar texmi yaxshi o'rganib, texmi tirishib, o'zimizningki mushu kelgusimizni texmi yaxshi qilishimizni umid qilaman. Unda xo'sa bugungi darsimiz mishagacha bo'lsin. Topshiriqimiz o'xshash, grammatikaga qarta 2 dan jumla tuzib, andan keyin bugungi mushu madaniyat eskartmasini yana qayta bir ko'rib olsak. Unda xo'sa, suyimli savoqdoshlar, 今天的课我们就讲到这里，下一期再见。